Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir biz Qadrdonlar Development qurilish kompaniyasining shaharning eng so'lim va osuda joyida joylashgan sokin turar joy majmuasida turibmiz. Ko'rib turgan binolar 9 qavatli, zamonaviy ko'rinishdagi barcha qulayliklarni o'z ichiga olgan turar joy majmua bo'ladi. Bino asosi armatura karkasli beton konstruksiyadan qurilmoqda. Bu asosni M350 markali beton va Rossiyaning A500 markali armaturalari yanada mustahkam va ishonchli qiladi. Bino devorlari esa maxsus avtoklav texnologiyasida ishlab chiqarilgan mustahkam gazobloklardan quriladi. Qurilish ishlari 2024-yil avgust oyida boshlangan va ayni damda 6-qavatga yetib keldik. Yana 3 qavatdan keyin bino to'liq qad rostlaydi. Bu esa taxminan avgust oylariga to'g'ri keladi. Binoning to'liq foydalanishga topshirilishi 2026-yil sentyabr oyiga rejalashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, sokin turar joy majmuasida qurilish ishlari to'xtalishlarsiz jadallik bilan davom etmoqda. Qadrdonlar Development kompaniyasi hozirgi kunga qadar 3 ta loyiha bilan ishlab kelmoqda. Bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun bizni ijtimoiy sahifalarimizda kuzatib boring.